Hozirgi kunda do'stlar, sifatli hamda zo'r lokatsiyada joylashgan kvartiralarni topish ham qiyin bo'lib qoldi. Hozir Shavot tumanida joylashgan Shavot City loyihasi bo'yicha o'zlarimiz bir og'amiz ish boshlagan edi, qurilish boshlagan edi. Shuni hozir sizlar bilan birgalikda sizlarga yoritib berishga harakat qilamiz. 5 etajdan iborat bo'lgan kvartiralar bo'yicha suhbat o'tiramiz. Bekam o'zlarimiz Qo'shko'pirdan og'amiz ko'p vaqtdan mana birga ishlashamiz. O'zlarining mo'ykalari bor, mo'ykasini ham reklama qilib berganmiz. Hozir og'amiz shunday qurilish boshlagan ekanlar. Shularni bir qator tushuntirib o'tamiz. 5 etajdan iborat bo'ladi. Bir podyezimizda birinchi etajında 3 xonadan joylashadi. Bu lokatsiyamiz Shavotning sentrida bu. 8-kollej xalq tilida aytganda 8-kollejda joylashgan. 8-kollejning oldida. Bu yerda hamma narsa bor. Marshrutkalar ham o'tib turibdi. Kvadratlarına keladigan bo'lsak, bir podyezimizda birinchi etajga chiqqan vaqtimizda 55 2 xonali. 3 xonaldan ikkisi bor. 76-31, 71-80. Balkonları bo'ladi, 50 arkasında. To'lovlarga kelganda, to'lovlar 20%dan 30%dan alt tutmuz. Eğer 50%ni to'laydigan bo'lsa, Sirazbek. Sen aytib kelib 50%ni to'laydigan bo'lsa, skidga etamiz. 50% to'laydigan bo'lsa, 10% chegirma qilib beramiz. 100% to'laydigan bo'lsa, 20% chegirma etib beramiz. Asosiysi do'stlar, sizlarga shu narsani aytib o'tib, o'zlarimiz ham shu yerdan kvartira olib qo'yibmiz. O'zlarimiz shaxsan Shuhrat ham o'zim birinchi etajdan xonadan xarid qildilar. Bu yerning qulayliklaridan biri yana birini aytib o'tadigan bo'lsak, Uzoqi Temuran Chaqmoqqa uylar topshiriladi shunda. Xudo xolasa nasib etsa men sentyabrda tutma, ish yilining oxiri. 2025-yil dekabr, Uzoqi dekabr oyinacha. Aynan. Necha holatda topshiriladi xona? Endi bir holati korobka bo'ladi, pergortkalar o'riladi. Quruq qoladigan ishi kosmetika, shpaklovka ish qoladi. Malyarka ishlarini qoladi. Teylardan quyib, stashka etib, ya suvoy stashka deydi. Suvoy stashkani qilib, tap-tegiz etib, taqlab berib qo'yamiz. Ana do'stlar. Shunday holatda bo'ladi. Faqatgina malyarkasini qilasizlar, suv nasos, hamma narsa kanalizatsiyalar o'tib, tayyor bo'lib, toklar ham o'tib, tayyor bo'lib turadi. Endi alashtirmaysizda, sal chang bo'lib turibdi, shamol bo'lib turganligi uchun videomiz yaxshi chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin qo'ldan kelgancha ma'lumot berib o'tdik. Demak, ben tarafımız Xudo xolasa bir yana bakça mektep düşedi. Şu adımda, şu etajda görünüp duradı. Girip ketmedi. Bir yana dom bilen bakça bilen mektepin aralığı 10 metre 20 metre aralıkta oladı. Bir mal küzet oturup biledi. Bala mektebe girip gitkenin başkası. Taze ailelere kuleylik. Parkovkası oladı. Parkovkaları, eski plaşatkeleri, kazanxanaları. Hemme kuleylikleri ege. 24 saat kamera küzet nelerim var. Özün domlu deverekini 24 saat kameralar küzet duradı. Şulardan koyup veremiz. Shavot quruq do'stlar, bu yoqda arkadan Qo'shko'pirdan kelaverish. Shavot Center. Bu yoq Shavot Center, bozori hamma narsa shu yerda. Bu yoqdan mana Darzi Dorg'a ketamiz. Hozir quruqdan kelaverishda yana ko'na 8 kollej Shavot hamma biladi. Shuni to'g'risida yana yerda qurilishimiz qator ko'rib o'tamiz sizlar bilan. Boshlang'ich to'lov 10% dan 30% gacha to'lab turib, foizsiz 24 oy muddati bo'lib to'lasangizlar bo'ladi do'stlar. Shu pastdagi nomerlar bilan bog'lanaverasizlar.